iPhone'da cache fayllarni tozalab, joy ochishni o'rganamiz, ya'ni pamitni ko'paytirishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi Telegramdan boshlaymiz. Telegramga kirib, данные pamit degan joyga kirib, использование pamit degan joyga bosib, очистить cache qilamiz. 300 megabayt bor уже. Ikkinchisi настройкаga kiramiz. Настройкаdan eng pastga tushib, приложение degan joyga kiramiz. Bu yerdan Safari'ni topib olamiz. Safari'ga kirib turib, yana eng pastga tushamiz. Дополнение degan joy bor. Shu yerga kirib, данные сайтов degan joyi bor. Bu yerdan удалить все данные bosib, удалить qilib Keyingisi fotoga kiramiz. Fotodan недавнее удалениеga kiramiz. Перейти к albumga kirib, выбрать ga bosib turib, hammasini belgilab turib, удалить qilib Oxirgisi TikTokga kiramiz. TikTokdan profilga o'tib turib, 3ta chiziqqa bosamiz. 3ta chiziqqa bosib, bu yerdan освобождение места degan joyga topib, очистить qilib